Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bugun ishxonamizdagi qanaqangi xizmatlar borligi bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib borsizlar, qanaqangi xizmatlarimiz borligi bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Mana hurmatli obunachilar, seximiz umumiy ko'rinishi mana shu holatda. Bizdagi bor xizmatlar vitraj oynaklar, alyumin profilli fasadlar, led oynaklar, har xil turdagi rangli ko'zgu oynaklarimiz. Keyin mana shunaqangi mana ratan stollar uchun xon taxtalik oynaklarimiz kalyonli holatda bo'ladi bular. Razmerlari hammasi bor. Keyin mana bu yerda ko'rilyapti. Mana bunaqangi shaklli yarim oy, tepasi arka shunaqangi oynaklar ham tayyorlab beramiz. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqangi gravirovkali oynaklarimiz bor mana bu yoqda. Bunisi betliklarimiz servat uchun. Narxlari ham arzon chiqadi. Konvertda ishlab chiqaramiz buni ham. Mana gravirovkada chiqqan oynaklar. Bu yoqda mana rombik oynaklarimiz. Bunisi hozir rangli oynakdan tayyorlangan ekan. Shunaqangi oynaklarimiz bor. Bu oynagimiz hozirgi kundagi sifati yaxshi oynaklardan bo'lib turgan alyumin paketali Xitoy oynagimiz 3,5 talik bo'ladi bular. Bu tarafda mana o'shani kumush paketali 4 mm oynagimiz. Bu yoqda mana tunika fonchi aka-ukalarimiz uchun 19 dan 25 gacha mana shunaqangi upakovkalab qo'yganmiz. To'rtburchak oynaklar. Sexda umumiy ko'rinishi har bitta oynakda mana shu uskuna orqali kesib saqlab ishlov beramiz. Birinchida turgan oynagimiz gravirovkada chizilgan naqshli oynak. O'zimizning brendimiz yonadigan holatda hozir o'chirib qo'yilgan. Bu mana shu gravirovkada chiqqan bularimiz rombik mazaka teriladi har bittasi. Bunisi yaxlit bo'ladi. Bu razmerimiz 2 ga 60. Shu yaxlit oynak bo'ladi, bitta yopishtirib qo'yiladi. Bular addenni teriladi. Bu yoqda mana fasonlari har xil. Tomchi fason, palasa, o'zimizda обычный rombik, keyin ko'zi bor rombik. Bu yoqda o'sha rombiklarda xilma-xilligi ranglar. Keyin buni boshiga keladigan bo'lsak, mana ko'rishlar mumkin. Bu ham noodatiy gravirovkada chizilgan oynak. O'rtalari qalin, chekkalariga borib ingichkalashib ketgan. Bu ham yaxlit bo'ladi. Razmeri buni ham 2 ga 60. Bitta splashdan olinadi. Shu oynakka chiziladi, oxiri yopishtirib qo'yiladi. Keyin mana bunaqangi ramkali oynaklarimiz bor. Alyumin ramkada. Profil ramkali led oynak bo'ladi bu. To'g'rida turganimi dumaloqli ledsiz varianti. O'zimiz ishlarimiz. Odamlar uchun ko'rsatgan olib kelib qo'yganmiz bu yerga. Bu oynagimiz mana tik turadigan magazinlar uchun tayyorlangan oynaklar. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlarini bildirsalar, kimni qiziqtirgan oynak bo'yicha bir video tayyorlab beramiz. Hozir umumiy sexda xizmatlari haqida tanishtirib o'tib ketyapman. Kimgadir rombik oynak haqida qiziq bo'lishi mumkin, kimgadir led oynak qiziq bo'lishi mumkin. Kimgadir dush kabina, fasad shu haqda o'zlaringiz fikrlarini bildirib ketsalar kommentariyada shu bo'yicha to'liq yoritib beramiz. Mehnatimizni qadrlash uchun laykni bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, bundan keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz.